Singling bor, oping bor, qizing bor, amming bor, xoling bor. Ya'ni hammamizda bo'lganda bunda ham bor bo'ladi. Shunda aytadilarki, shu senga tegishli bo'lgan ayollar bilan bittasi shu ishni qilsa rozi bo'lasanmi? Bo'ldi, turib tavba qildim, bo'ldi, qaytib qilmayman deydi. Bu nima degani aka? Bir insonga nisbatan g'arazlik, marazlik, kibrlik bir ish qilishdan oldin o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Mana masalan men hozir bittalarni o'rnimga qo'yib ko'rsam, men bilan qo'lingizni uchini berib ko'rishsiz, menga to'g'risi yoqmaydi. Mana mensimni kibr qilib ko'rishni odam bilan qaytib ko'rishmayman. Men shunaqa odamman. Kibrga kibr sadaqa deyman, pashol deyman, qo'poqlik. Bu degani menga yoqmayaptimi? Siz meni bir tiyinga mensimni olib ko'rishingiz, bu degani men ham siz bilan shunday ko'rishmasligim kerak degan. Shukrlar domla bo'lsam o'zimga, kim bo'lsam o'zimga. Siz ham kim bo'lsangiz o'zingizga. Liboy bilan normalni ko'rishingiz kerak. Islom mana shu. Payg'ambar alayhisalom ko'rishni o'rgatganlar. Ko'rishganda birovni qo'lni ushlab ko'rish deydi. Kim bo'lsa ham deydi. Uchiga chiqqan avliyo bo'lsa, 500 kitob o'qigan mullamisan, 2 rakatda Qur'onni xatmi qiladigan qorimisan, millionermisan, yo mansabing baland, liboy bilan zo'r ko'rish deydi.